Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Instagramda Yuriy Boyka nomi ostida tanilgan insta-bloger Odilxon Kamolovga to'xtamay vizitlar tashlaganda, mana endi do'stlar ular ko'rishib, gaplashib olishdi va bundan tashqari sparring jangi ham bo'lib o'tdi. Marhamat do'stlar, to'liq videoni tomosha qiling. Sizga kerak, Daraxon turib o'rtada. Taşısamı? Yana taşısamı? Yana taşısam? Yana taşısam? Yana taşısam? Ha? Yana taşısam? Yana taşısam? Sen yapıyorsun. Ne kadar lazım ne gelsin? Bundan kolayım. Çetelik bilen uçsayın oluyor mu? Ha? Karayına taşınasın. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, yaxshilar. Aka-ukalar boyini kutayotuvdinglar. Boyga ham oz qoldi. 30-yanvar kuni men urushaman. 1-fevralga gol tugan urishadi. Uka, nima deysan? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? 30-ga kelishadimi yo 1-fevral kelishadimi? Endi ikkoviga ham kelishadi. Endi aka-ukalar boyi endi keladi. O'zbekiston kutibdi-ku bizani boyni uka. Inshaalloh duo qilib qo'yinglar, chiroyli boy qilaylik inshaalloh. Men ham aytib ketaymi? 1-fevral kelayotganlar komment yozsin, 30-ga kelayotganlar like bossin deb. Ha, yozinglar, mujiklar. Uka ham udarnik, men ham udarnikman. Ikkovimiz ham lamat qilamiz inshaalloh. Alloh o'zi sharmanda qilmasin inshaalloh, bilaman. Duoda bo'linglar, qo'ldan kelguncha chiqamiz, dastayn urushamiz, O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Bizning maqsad bitta, O'zbekistonni udarlarni ko'rsatamiz. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.